Assalomu alaykum aziz obunachilar. Farg'ona shahridan chotki bitta zo'r hovlimiz chiqib qoldi. Hozir obzorlarni ko'rsatib o'taman. Uyimiz 2 sotikli, 4 xona uyi bor. Mahallalari zo'r, chiroyli qurilgan. Pishig'ishda bo'lgan uyimiz 2 qavatliga moslangan. Lekin hozircha 1 qavat, 2 qavat qilib o'zlaring moslab olsalaring ham bo'ladi. Kirganimizda mana mashina qo'ygan joylari, zeleniy zonasi. Manzilimiz Farg'ona shahar tennisni korti, Kiyev universitetining orqa tomonida joylashgan. Hozir ichki obzorlarni ko'rsatib o'taman. Remontlari zo'r qilib qilingan. Kirganimizda mana hol, duxkonturni отоплениялari bo'lgan, to'pli pollari bor. Bu tomonda bitta xonamiz. Buni mehmonxona qilib olsalaring bo'ladi. Remontlari zo'r holatda. Bu tomonda mana detskiy. To'g'rimizda bo'lsa, общий sanuzel hisoblanadi. Chap tomonimizda spalni. Spalni qismini ham remontlari zo'r holatda. Spalnida undan tashqari alohida o'zini sanuzeli mavjud. Spalni tomondan orqa tomonga yo'li ham bor. Havoylangani. Ba'da to'g'rida duxkonturni отопление qo'yilgan. Uyimiz uchun egalari 90 mingdan aytishyapti, yana oz-moz kami bor. Pastda nomer qoldirib beraman, telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Aytib o'tganimdek 2 qavatga moslangan, plitalar bosilgan, duxkonturni отоплениялari bor. Remontlari zo'r holatda.